Annyeonghaseyo yoribun. Bugundan sizlar bilan Topik 2 imtihoniga noldan tayyorgarlik ko'rishni boshlaymiz. Noldan degani qanday? Sizlarga Topik 2 imtihonining birinchi savolidan boshlab 50 savoligacha birgalikda tahlil qilib, sizlarga qanday ishlasangiz qanday ball olasiz va qanday ishlash strukturalari borligini birgalikda o'rgatib boraman. Yoribun, o'zim uchun takrorlayman. Siz esa buni o'rganib olib, o'z hayotingiz davomida tatbiq qilsangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Demak, bugungi darsimiz Topik 2 imtihonining ilk bo'limidagi birinchi savolni qanday ishlash to'g'risida bo'ladi. Demak, boshladik. Birinchi savolimizni qanday ishlaymiz? Yorubun, ko'pchilikda savol keladi. Topik 2 imtihonidagi savollar ham Topik 1 ga o'xshaydimi deb. Yo'q. Anyo, unday emas. Topik 2 imtihonining savollari Topik 1 imtihonining savollari bilan orasidagi farq xuddi yer bilan osmonchalik. Demak, biz sizlar bilan Topik 2 ilki birinchi savolni qanday ishlaymiz? Har doim birinchi savolda bizga mana bunday bog'lovchi grammatikani topish beriladi. Ya'ni biz bog'lovchi grammatikani topishimiz kerak bo'ladi. Tushunarli, yoribun? Demak, Topik 1 imtihoni va Topik 2 imtihonining asosiy farqli jihati ham mana shu savollarida va darajalarida bo'ladi. Ilki birinchi va ikkinchi savolni topishda bizga jami 50 ta grammatika beriladi. Topik 1 imtihonida esa bunday grammatikalar yoki bunday mana bu yerda mana bunaqa grammatika ishlatasiz degan joylari bizga berilmagan bo'ladi. Demak, ilki birinchi savolimizda bog'lovchi grammatikalarni topishimiz kerak bo'ladi. Aytganimdek, jami 50 ta grammatikadan 30 tasi bog'lovchi grammatikalar hisoblanadi. Demak, imtihonda ixtiyoriy qanday savollar tushishi mumkin? Birgalikda tahlil qilamiz. Birinchisi, biz uchun shunchaki imtihonda qanday tushishi mumkin va biz uni qanday ishlaymiz mana shu yerda bergan. Demak, quyida jonivori ting 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 Neroya hal yog'il china jotta. Demak, quyidagi chonxuaril nima degani yorobun? Quyidagi chonxua degani bu telefon. Telefonni nimadir tushadigan bekatimdan o'tib ketdim. Demak, bizga asos bu yerda poda so'zi berilyapti. Poda bu ko'rmoq. Biz esa bu yerda ko'rayotib degan grammatikani olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda javobi berilgan, lekin siz bunga e'tibor bermaysiz. Demak, asos poda ko'rmoq. Demak, tinji grammatikamiz, Ryomyon, Daga, Goso grammatikalarini biz siz bilan birgalikda o'rganamiz. Bu yerda podaga, ya'ni ko'rayotib degan javob to'g'ri keladi. Siz ham mana shunday topishingiz kerak bo'ladi. Har bitta to'g'ri javobga 2 balldan beriladi. Topik 1da esa savollar ballari juda ham boshqacha edi. 3 ball, 4 ball, 2 ball har xil edi. Topik 2da asosan 2 balldan beriladi. Xo'p, demak, yorobun, aytganimdek, birinchi savolni ishlash uchun yongol-omi, ya'ni bog'lovchi grammatikalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Yongol-omi degani bu bog'lovchi grammatikalar degani. Demak, boshladik. Jami 30 ta. Bugun biz siz bilan jami 15 tasini birgalikda ko'rib chiqamiz va keyin kelasi darslarimizda buni yana davom ettiramiz. Birinchisi, taga grammatikasi bu fe'lga qo'shiladi. Ayotib degani, ya'ni nima? Biror bir narsani qilayotib, ovqat yeyayotib, bozorga borayotib, telefon o'ynayotib, suv ichayotib, xuddi shunaqa biror bir ishni qilayotganingizda ishlatasiz. Demak, jibe kadaga shijange teroji kvajaril satta. Uyga ketayotib, bozorga kirganligim sababli shirinlik sotib oldim. Yoki kedanil tviye neryo kadaga nomojil ponetta. Ya'ni zinadan yugurib tushib ketayotib, yiqilib ketishimga sal qoldi. Bu yerda ponxetta grammatikalari sovulte kitoblarimizda barchasi berilgan va buni o'quvchilarim bilan biz o'rganganmiz. Keyingi grammatikamiz gonaso. Gonaso grammatikasi ib bo'lib deb tarjima qilinadi. Ya'ni siz bir ishni tugatib bo'lganingizdan keyin boshqa ishni qilishga nisbatan ishlatasiz. Oje twigen hagonaso chingudir kwa manatta. Kecha ishdan chiqib bo'lib do'stlarim bilan uchrashdim. Bu yerda hammasi yuqori uslub grammatikasida tugallanyapti. Oxiri tushunmaganlar uchun bu grammatikalar hammasi Sovulde Hangugo kitobida berilgan. Keyingisi
Inday grammatikamizni ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi ammo lekin biroq jiman grammatikasiga sinonim. Bu ham Sovultay kitobda berilgan. Keyingisi da degani biz adabiy tilda da, ko'cha tilimizda de deb ishlatamiz, ya'ni shevada farqlanganda. Choshikdan imshik kapsun choryam hante mashi piyolla opda. U anavi oshxonaning ovqat narxi arzon-da, mazasi deyarli yo'q. Yokida keyingisi Hengsojan eso tojak hennende saramdiri umani vahidda. Hengsojan bu biror bir tadbir o'tkaziladigan joyga yetib keldim, ammo odamlar ko'p kelayotgan ekan. Demak, aytganimdek, bularni hammasini oxiri yuqori uslub grammatikasida davom ettirilyapti. Bu grammatikani bilmaganlar обязательно avval bu grammatikalarni o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Biroq agarda siz bazangizni Sovultay Hangugo kitobidan boshlagan bo'lsangiz, bu grammatikalarni albatta 100% bilasiz. Keyingisi to'rtinchi grammatikamiz iryogo degani bu mo'qchoq maqsadida ishlatiladi. Ya'ni biror bir narsa qilish maqsadida siz Koreyga borish maqsadida koreys tilini o'rganyapsiz. Xuddi shunday biror bir narsa qilish maqsadida. Ko'hyangi karyogo kecha piyoril miri yemehetta vatanimga borish maqsadida poyezd biletini avvaldan bron qildim. Keyingisi iryomyon degani moqchi bo'lsa, ya'ni sa nimadir qilmoqchi bo'lsang degan ma'noda ishlatilinadi. Taom po'saril taryomyon samshib punil kidaryo handa. Keyingi avtobusga minmoqchi bo'lsangiz 30 daqiqa kutishingiz kerak. Ya'ni nimadir qilmoqchi bo'lsang, mana shu ishni qilishing kerak degan holatda ishlatilinadi. Keyingisi nirago grammatikamiz. Nirago bu обязательно eslab qoling, yorobun. Bu yerda sababli grammatikalari ko'p beriladi, biroq qonun qoidasi bor. Nirago grammatikamiz ham sababda keladi, lekin albatta bu grammatikadan keyin negativ gap, ya'ni negativ degani bu yomon gap kelishi kerak. Misol uchun, Shijang eso mulgonil sani rago cho'gim nijotda. Shijang bu bozor, bozordan narsani sotib olaman deb biroz kechikdim. Yokida bozordan narsani sotib olayotganligim sababli biroz kechikdim. Aman deb yoki sababli deb bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Lekin o'zingiz uchun ko'k eslab qoling. Bu yerda negativ gap keladi bu grammatikadan keyin. Keyingisi aya oya o'zbek tiliga sagina deb tarjima qilinadi. Ya'ni sizga kerak holatda ishlatasiz. Misol uchun, mana shu dorini ichsanggina shamollashing tezroq tuzaladi. Yokida mana shu so'zni yodlasanggina to'pikdan yaxshi daraja ola olasan. Xuddi shunday holatda ishlatasiz, ya'ni pilsu sizga kerakli holatda. Iyonxonan yemeril heya polsu itsil chongdoro inkigamada. Bu kinoni bron qilib bo'lsa, ya'ni bron qilsagina ko'rsa bo'ladigan darajada mashhurligi ko'p. Ya'ni hozir bizda bilamiz, sinematikalarda juda ham ko'p kinolar yopiq holda premyera qilinadi, keyin ommaviy premyera qilinadi, ya'ni odamlarga namoyish qilinadi. Xuddi shu holatdagi kinolarni nazarda tutishyapti. Keyingisi ilka pvaso bu aman deb o'ylab. Ya'ni siz nimadir qilaman deb o'yladingiz va o'sha narsangiz bo'ldimi, bo'lmadimi, unisi bizga qorong'u, shunchaki nimadir qilaman deb o'ylab degan holatda bo'ladi. Kerimik qaravoso namojul kapva cho'shim sirobga qorovatda. Yo'l sirpanchiqligi sababli yiqilib tushaman deb o'ylab ehtiyotkorlik bilan piyoda yurib ketyapman. Ya'ni piyoda yurib kelyapman. Tushunarliga yorobul. Keyingisi gona grammatikamiz. Bu yerda yoki degani aynan fe'lga qo'shiladigan variantda. Hozirgi grammatikalarimizga sizga fe'lga, sifatga qo'shiladi deb aytilmagan, sababi siz уже 3-daraja, o'rta darajadasiz. Shuning uchun sizga bu fe'lga qo'shiladi, bu sifatga qo'shiladi deb bog'cha bolalardagi gapirib o'tirilmaydi. Gona degani yoki degani bu fe'lga qo'shiladi. Nanin shijangi, ya'ni yo nanin shigani issimyon yonxaril pogona chegil ilninda. Ya'ni men vaqtim bo'lsa kino ko'raman yoki kitob o'qiyman. Bu yerda nanin ishlatilgan. Naninda siz обязательно eslab qoling, chunini bilan farqi. Nanin bu rasmiy uslubda ko'proq ishlatiladi. Keyingisi jamaja bilanoq degani bu yerda siz bitta ishingizni qilishingiz bilanoq keyingi ishga srazu o'tib ketishingizga keladi. Ya'ni kecha juda ham charchaganligim sababli yotishim bilanoq uxlab qoldim. Keyingi grammatikamiz il surok gan sari degan ma'noda ishlatiladi. Ya'ni nimadir ushi bo'layotgan sari. Misol, kun o'tayotgani sari sizning imtihoningiz yaqinlashyapti. Xuddi shunaqa ma'noda. Shigani chinal surok huhiman mana jinan kotkatta. Vaqt o'tgani sari faqat afsuslanadigan narsalarim ko'payayotganga o'xshaydi.
Bu judayam chiroyli gap. Keyingisi asoso bu eng to'piviy grammatikalarimiz. Buni bilamiz. Ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi ip, ikkinchisi sababli. Oje kichimi nago yori naso mo'mi naga chimothetta. Ya'ni kecha yo'talib yoki shamollab ismim chiqqanligi sababli yig'ilishga bora olmadim. Yokida chinguva hakko appeso mannaso qachchi chulbal hakiro hetta. Ya'ni do'stim bilan maktab oldida uchrashib, birga jo'nab ketishga qaror qildik. Aytganimdek sababli yoki ip degan ma'noda keladi. Keyingi grammatikamiz aso oso kronji ligiga. Ya'ni ligi uchun. Bu yerda mana bu yerda berilgan iraso bo'lsa, siz buni otga qo'shishingiz kerak bo'ladi. Hozir sizga fe'lga va otga qo'shiladigan qismlarni aytib ketyapman. Buni albatta eslab qoling. Tampoco gyongil kanninde chumali raso kronji saramdiring manatta. Ya'ni Xazorezgilikka aylanishga borgandim de dam olish kuniligi uchun odamlar ko'p. Keyingi grammatikamiz toni edi ekan degan ma'noda, ya'ni ko'proq o'tgan zamonga ishora qilib keladi. Chinan cho'yini nalchiga tattit xadoni kapchaki cho'jotda. O'tgan hafta ob-havo iliq edi, birdaniga sovuqlashdi. Keyingi grammatikamiz ilji bu yerda ligiga, ya'ni qandaydir problema holatda ishlatilinadi. Chingu ko'ronshikda musun osil ibilji achi kirhon hajimot hetta. Ya'ni do'stimning to'yi paytida qaysi yoki qanday kiyimni kiyishligimni hali ham qaror qila olmadim. Bu yerda musun so'zi ko'pchilik adashtiradi o'tton so'zi bilan. Bu yerda musun so'zi turga nisbatan qanday, qanaqa ma'nosida ishlatilinadi. Bu qandaydir sifatini ifodalab kelish emas. Yorubun bu topik 2da juda ham muhim, o'shaning uchun yodingizda eslab qoling. Demak, yorubun bugun sizlar bilan biz jami 15 ta grammatikani ko'rib chiqdik. Topik 2 imtihonida birinchi ilkida ishlatiladigan grammatikalarni, bu grammatikalarni albatta o'zingiz uchun yorubun daftarga yozib, har bitta grammatikaga gap tuzsangiz, grammatika qo'llashingiz ham, grammatika esingizda qolishi ham ancha yaxshi bo'ladi. Demak, sizga dars manfaatli bo'lgan bo'lsa, keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.